Do'stlar, bugün bizlar aksiya bergan edik. 25-may kuni Sel katta klinika bepul xizmat ko'rsatadi deb. Faqat 3 kishi kelgan. Ha? 3 odam, 3 odam. kerak ko'rsatdim. Orqasi ikkita o'li bilan-da. Ha, orqasida ikkita o'li bilan. Odam juda ko'p. Mana ko'rsalaring bo'ladi. Bemalol kelaveringlar. Mana bugun hamma xizmatlarga nima deydi? Kimda qanaqa muammosi bo'lsa, bugun rishat bo'ladi. Tak что kelinglar. Kutamiz. Keyin hammasi bepul, analizga, hech nimaga pul bermaysiz. Hamma narsa bepul. Analizlar javobigacha qayergadir bepul nima qilsa, analizga oladi. Bizda olinmaydi bu yerda. Biz oldikmi, значит hamma narsa bepul. Так что давай. Bemalol kelaveringlar. Uspet qilasizlar soat 6 gacha, xudo xolasa. Agar yana ko'p jilachi bo'ladigan bo'lsa, 1 oyda 1mi, uni kelishgan holda qilinib tururlar shu ish. Ha, harakat qilamiz har oy 1 marta, yil 2 marta. Shunday. Короче, yozinglar o'zlaringizlar, kommentariyaga yozinglar. Подписаться qilinglar обязательно. Kutamiz. Ha, Shuhrat, qanday bo'lyapti? Charchamayapsizmi? Shukr yo'q, charchash yo'q. Xizmatdamiz, mana ko'rib turibsiz odamlar. Odamlar kelyapti, kelyapti, albatta kelishyapti. Bugun lekin обязательно uspet qilish kerak. Hamma qo'li ko'p keladi. Bu holva deydi-ku. Xudo xohlasa aytganimizdek harakat qilyapmiz. Hamma ishlayapti, hamma kabinetlar to'xtamasdan konsultatsiyalar, uzilar, yuraklar tekshirishyapti, ortopedlar ishlayapti. Qanday odamlar o'zi aytayapti-ku, qaysi muammosi bor, nima muammosi bor, shularga решение har bitta muammoga o'zini vrachi. Misol bel og'riqda nevrolog, misol bo'g'imlar og'rig'ida ortoped vrach ko'ryapti. Kardiolog vrachimiz отдельно, terapevt vrachimiz. Hech kimga yo'q demayapsanmi? Qaytib ketmayapti? Hamma yo'q. Faqatgina bugun misol ko'z bilan kelgan vrachlarga, ko'z bilan kelgan muammolarga harakat yordam bera olmayapmiz ko'plarga. Ochki podborga, chunki birinchidan ko'p vaqt ketadi, ikkinchidan joy yo'q. Ha, immuniy ko'z doktoriga. Faqat ochki podbor. Bitta odamga qancha vaqt ketadi? Bitta odamga harakat qilyapmiz 10-15 minutdan maksimalni. Ko'p kelganmi ko'zga? Yo'q, bir kishi kelib so'rashdi. Qaysi muammo bilan shu bugun ko'p odam обращаться qildi? Hozir imенно qaysi muammo? Terapevt, kardiolog ishlayapti, и travmatolog, ortoped, и UZI, hamma UZI qildirishga kelishdi. Hamma UZI qildi. Hamma UZI qildirib, bir kompleksni UZI qilib tekshirib olishdi. Chunki bergandayda, mana deydi, vaqtiga qod yo'maymiz-da. Men ham shundayda, hamma shunday. Конечно. Ichi nima bo'lyapti, shuni bilish uchun kelganimdir. Ichki a'zolarni UZI qilib tekshiryapmiz. Kompleksni UZI kimdir qilyapti, kimdir misol pochkani qilyapti, qorin bo'shlig'i. Shunga qarab muammosi bo'lsa, dальше yana vrachga kirishadi. Muammo bo'lmasa, bo'ldi, rahmat. Sog' bo'linglar, ketishyapti. Mana charchamanglar. Rahmat sizlarga. Biz she'rga. Assalomu alaykum Jo'rabek aka, yaxshimisiz? Ishlaringiz yaxshimi? Mana bugun Sankt-Peterburgda yig'ildik. Jo'rabek akaning sharofati bilan mana hammaligi подписчикlarni va shu musofirda yurganlarni bir kunlik besplatniy meditsinskiy ko'rikdan o'tishga ko'plab odamlar kelgan. Hozir kadrlarni ko'rasizlar. Professional. Kattakon rahmat aka sizga ham. Senga ham rahmat erinmay kelganing uchun. Abdusha aka. Молодец. Baribir nima deydi? Sen ham qo'ling bor-da. Skromnichit qilyapsan-ku, lekin. Ha, endi haligi kamtarlik haligi qiladi dedi-ku, u YouTube'da biz haligi jinni taqir-tuqir qilamiz. Endi sizni kanalingizdagi musofirlarni hayoti bilan bog'liq ish-pish, saxiy ishlarda ko'pinchalik bo'ladi. Shuning uchun standartlarga qilgan Xudo xolasa, bundan bag'iga ham nasib bo'lsa harakat faqat shu tematika bo'yicha to'xtamay aka. Qo'ldan kelguncha yordamda. Biz ham qo'ldan kelguncha podдержка qilamiz, qo'llab-quvvatlaymiz. Ishlarga rivoj. Avvalo hech kim shu musofirda biror kishini только boshi tishi ham hech qayeri og'rimasin, ko'ngli ham eng muhimi aka. Ko'ngli ham og'rimasin. Shuning uchun ishlarga rivoj, sog' salomat bo'linglar. Rahmat. Kattagan rahmat sizga ham aka. Men вообще-то to'g'risini aytaman, bu yerda aka ketib qoldi. Kecha kelmasda billaydi ham qulog'im. Ha, shokom keldi. Shular aytdi sizlarda. Shu blogerlar xayriya fond sifatida hammani qarang, men sizga nomerimni berdim boya. Menga обязательно yozing. Men sizga keyinchalik yordam beraman. Bu chunki bu tazda almashtirib nima deydi? Boshqa taz qo'ymoqchi. Shu katta operatsiyada
bir qo'llab-quvvatlaymiz aka sizni, xo'p? Обязательно yozing menga. Men oyoqqa turganimda men ham sizlarga qaytaraman. Siz oyoqqa turasiz akajon. Men hunarim ko'p. Hozir nega nagruzka bo'lyapti-da. Men qarang, sizni короче oyoqqa turg'izamiz. Bitta brigada qilasiz, men qarang. Men Zagrебda uylar quraman-da. Menga ustalar kerak. Mayli? Men aka. Mayli, Alloh rozi bo'lsin, mayli. Ukam, qolgansan? Yaxshimisiz? Ishlaringiz yaxshi, charchamaysiz. Men seni ko'raman deb o'ylamab edim bugun. Seriozli, men seni pastdan ko'raman Instagramda. Nima qilib yursan bu yerga? Shu bir sizni поддержка qilib keldik-da. Yo'qmi? Bugun shu yangi klinikani ochilishi ekan. Shunga o'zimizda anovlarimiz, zemlaklarimiz hammasi shunga bir aylanib keldik-da, поддержка qilaylik deb. Rahmat kelganing uchun, rahmat. Gap yo'q, addishi. Ishlaringizga omad. Sen ham ishlaringga omad. Gap yo'q. Sen ham ko'pay. Ha? 100 mingta, 1 millionta mana shu. Bu lekin endi nima deydi? Joylari blogerda bu. Traktor haydaydigan bo'la, lekin 5 mingdan kam olmaydi kuniga. Eng zo'r, nima deydi? Eng безопасный ishda bu. Bemalol kel. Mana. Abarashasa qilmay mana shu bola o'rgatadi. Gap yo'q. Aloqaga chiqaverasizlar o'zimga agar traktorda o'rganmoqchi bo'lganlar bo'lsa. Biz shu yerda, Peterda. Belli, Davay. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Qanday bugun xizmatlar oldingizmi? Xizmatlarni oldim. Katta rahmat ukajon. Hammasi siz aytganingizdan da ziyoda bo'ldi, ilohim. Alloh rozi bo'lsin, qilgan manfaatli bo'lsin, qilayotgan ishlaringiz, ilohim. Allohimda o'zi savoblarni yuqori darajatlarda qilsin. Ilohim, hamma musofirlarni nomidan aytaman, katta rahmat. Jazakallohu xayron ukajonim. Ilohim, Alloh rozi bo'lsin qilayotgan. Hammaga aytaman. Ha, rahmat. Bugun bepul. Yaxshi. Qanday xizmati bo'lsa, bemalol hamma eshitinglar. Qanday xizmat bo'lsa, hammasi bepul akalar. Bugun. Rahmat ilohim, Alloh rozi bo'lsin. Mayli, sog' bo'ling. Gaplashamiz. Короче, mana Qashqadaryolik akamiz nima bo'yicha keldingiz aka? Kardiolog, yurak bo'yicha. Nima dedi aka? Ko'rdimi sizda? Ko'rdim. Kardiogramma qilishdi, tekshirishdi, analiz olishdi. Hammasi yaxshi. Endi nasib qilsa analiz javoblari ham chiqsa, yurak yaxshi dedi. Analizingiz qachon chiqar ekan? Analiz endi ertaga yoki indinga chiqadi. Analizga pul oldimi, olmadimi siz? Yo'q. Hammasi bepul bo'ldi, to'g'rimi? Analizlar ham. Shunday. Kelganingizdan keyin ham yana pul olmaydi, to'g'rimi? Shunday. Aytdimi? Shunday. Mutlaqo bepul shunday. Shunday. Yana xudo xolasa bu narsani qilib turamiz. Bu bepul aksiya, analizga ham hammasiga bepul ko'rib, o'zlari qilib aytib beradi, короче. Shunday. Nima deysiz podpisчикларga? Podpisчикларga nima deymiz? Avvalambor hamma podpisчикларga xudo omadini bersin. Shuni yursin. Avvalambor mana Nasim Xolib kanalidan biz ko'rib, o'zim ham obunachiman. Shuni obunalariga nima qilib videolaridan ko'rib, reklamasini ko'rib, beqib keldim, o'zim murojaat qildim. Ozgina sog'lig'imda bezovtaligim bor edi. Xudoga shukr, mana hammasi yaxshi. Har doim mana shunday musofirlarimizga yordam qo'lini cho'zib yuraversin. Alloh rozi bo'lsin shu kishilardan. Rahmat akam. Shunday, sog' bo'ling. Ha, qaranglar, bugun podarkalarimiz bor, baribir hammasi besplatno. Podarkamiz bor, bergan mana misol uchun, любой bittasi bor. Naushnik. Давайте o'z mashindan olamiz, kimni familiyasi chiqsa podarka qilamiz shuni. Bo'ldimi? Opaniki chiqdi, opaniki. Meni yozuv, sizniki emas kerak. Siznikimi? Murodovami? Murodova, Madina. Ha, siz Murodova. O, opajon, mana bolasi bilan deganingiz. Men yozuvdim sizni. Ha, bitta qarsak chop qo'yinglar endi opaga. To'xtamishova. Sizmi? Ha. To'xtamishova. Ko'rsating, qoching shu bilan ko'r. Mana chiqishdi. Ha, to'xtamishova. Oling. Mana bu sizga padarik. Bu qarang, nakolennik. Tiz og'risa, bog'laysiz shuni. Bu nima? Massajyor rezinoviy. Bo'ldi, keyin qolganini yarim so'tdik. Akramova. Akramova. Nomeringizni oxiri nechi?
64 mi? Ha, 32 64. Keling. Mana soat. Soat mana bu, ha, davlenangizni tekshirasiz. Chopsangiz foyda. Sog' bo'ling, mayli, charchamaylik. Sog' bo'ling. Tak, mana buni men yozganman, yo'q emas. Xo'jayev. 50. Numeringiz necha oxiri? 95. 52 95. 52 95. Kameraga mana 52 95. Rost ekanmi dedik. Mana shu sizga shu naushnik. Og'riq bormi? Dastan любой. Давай. Все, дай, дяде. Сейчас спускайся. Zokir. Saidov Zokir. Zokirjon yo'q. Behutin. Mana naushnik sizga. Rahmat. Zokirov, Zokir Saidov, ha? Vrachlarga kirib chiqyapsizmi? Yordam berishyaptimi? Kamchilik yo'qmi? Rahmat. Xayriddinov Nasriddin. Qoni? Чтобы видно было его, сюда пройдите. Keng mana bura. Taraf ko'tar. Kameraga qarab. Mana AirPods sizga pодарок. Bu hammasi просто настроениeni ko'tarish uchun-da. To'g'risi agar. Assalomu alaykum, o'qiyapsizmi? Va alaykum assalom. Charchamayapsizmi? Yo'q, rahmat. Bizni ko'rib keldingiz. Конечно. Foyda oldingizmi? Albatta. Kirib chiqdingizmi? Yo'q, hali endi kiramiz. Inshaalloh. Siz qayerdansiz? Xorazmdan. Xorazmdan. Bizni kuzatib yurasiz doim. Har doim kuzatamiz. Biz endi kanal ochdik. Biroq qayeringiz o'g'lingiz o'qi? Endi nima deydi? Ko'p anavi jigarim bilan pochka nima qiladi? Bezovta qiladi. O'sha uchun. Ha, xudo xolasa bugun yaxshi bir yordam olasiz. Savet Inshaalloh. beradi. Kasal bo'lmang. Rahmat. Bitta. Mana aka. Спасибо. Rahmat. Spasibo. O'zbekcha bilmaydimi? Spasibo. Meni ham bolalarim bilmaydi. Keling. Keling opa. Mana oling. O, это тебе. Rahmat de. Rahmat deyman. Вот мальчик. Kel baxki. Ha, senga bu. Ma. Молодец. Все, rahmat. Sog' bo'linglar. Yana bormi bolalar? Yana bormi? Ну, это тебе зайчик. На. Все? Yana bormi? Bor, ha, keling. O, yana bitta bachchisi kelyapti. Animan tayyormi olingmi? Ha? Yana keling. O'g'il bola, qiz bola. Ikkita olchi. Mana keling. Bilganimda 3 o'g'lim bordi, olib kelardim. Yo'q, 3 ta o'g'lingiz bor. Men 3 ta qizim bor. Kel baxki, ma. Qo'rqma. Saqolimni yoshirib turaman. Mana, ukamga ber. Assalomu alaykum, o'zi yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Nima bo'ldi sizga, opa? Men yuragimni tekshirtirgan kelgandim. Yuragingiz tekshirdi. Yuragingiz og'riydimi? Yuragimda mazasi yo'q, ko'p qizimga siqilganimga, ammo ham ishimizdan men olmasin uchun. Shunga. Nima bo'lgan? Nimaga bunday? Bugun oldingizmi davo? Ko'rsatishdimi? Analiz topshirdingizmi? Analiz topshirdim, hammasini topshirdim. Rahmat sizlarga. Alloh rozi bo'lsin. Ha, sog' bo'ling. Sog'ayib keting. Assalomu alaykum. Qalaysiz? Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Rahmat. Hijom oldilaring. Sog'lar. Bugun mana hijomani oldik. Lor doktoriga kirdik. Rossiyaga tarixda desak ham birinchi marta shunday bo'lyapti. Sizlarga katta rahmat. Yo'q, endi xudo xolasa bizlar Biron marta bo'lgani yo'q edi-da shu paytgacha. Harakat qilamiz. Hatto bir oyga bir marta qilishga bastan. Opa, Lekin- siz? Ha, siz. Assalomu alaykum. Hammasi uchun rahmat. Men stomatologiyada bo'ldim. Hijomada bo'ldim. Juda ham xursandman. Yaxshi yengillik his qildim. Hammasi uchun rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Tak, hozir nechta odam уже o'tdi? Примерный расчетlar bo'yicha 100 ta bo'ldimi? 100 dan ortiq 150 taga yetmasdan shuncha уже kirib chiqishdi. Yana bir 50 kishi, 30 kishilar turishdi. В общем, nima deydi? Bugun ham kun ham уже tugayapti, ha? Xudo xolasa. Bitta duo bersalaring bo'ldi. Hammaga. Kim duo beradi? Yosh katta. Bitta duoni bosing aka.
avvalambor sizlarga kattakon rahmat deymiz. Ha. Shuncha xalqning xizmatida bo'lib turibsizlar. Shunday sizdek insonlar, yaxshi insonlar ko'paysin. Hamma vaqt xalqning xizmatida bo'lingizlar. Rahmat deymiz. Amin qilamiz endi. Bunda Xudovan sizlarga hamma vaqt sizlarning ishlaringizga rivoj bersin. Hamma vaqt omadlaringizni bersin. Hamma vaqt Hazrati Ali qo'llasin. Hazrat Xo'ja Xidir bobo qo'llasin. Hamma Xudovanning xonasida yuradi. Hamma musofirlar hamma vaqt sog' salomat yurishni istab qolamiz musofirlarda. Jazakalloh xayran kasira. Alloh. Kasal bo'lmagan, kasal bo'lmagan. Hech narsa. Rahmat shu faqat duoda bo'lsalaring bo'ldi. Haydab doktorga ishim tushmasin, doktorga chiqib kelmasin. Qo'mang degan qiz. Hadi.